Mustaqillik e'tiqodmi yoki g'oyimi? Avtori Mavlon Yasin. Men ba'zi Uyg'ur ziyolilarining yozmalaridan e'tiqod bilan g'oya bu ikki uqumga bergan aniqlamaning mujmalligini his qildim. E'tiqod bilan g'oya bu ikki uqumning nima farqi va aloqasi bor? Qaysi yetakchi va asosli omil degan savolga o'zimning tushunchisini berishga tirishib boqay. E'tiqod degan odamlar umr bo'yi tayinadigan, hatto hayotidanmi muhim deb qabul qilinadigan bir sirliq chaqiriq. E'tiqod degan moddiy tafakkur emas, moddiy madaniyatmi emas, moddiy ishki energiyami emas. E'tiqod degan pul, mol-mulk, jamiyatdagi o'rni, jinsiy havas bilan hech qanday munosabati yo'q, ro'yi ustunlik. E'tiqod degan insonlarga o'zining hayotidan muhim narsaga bo'lgan va umrvoyat qo'g'lishadigan arzu armon. E'tiqod degan din yoki siyosiy partiyaning mahsuloti emas. U insonlarning qalbida tirilib, yiltiz tortib, pishib yetilgan mahsulot. Dinsiz va partiyasiz odamlardimi e'tiqod o'zining o'rnini topa oladi. E'tiqod degan insonlarda ro'yi ong paydo bo'lgandan tortib tavlinib chiqqan jafo mushaqqat va xavf xatarga duch kelgandimi voz kechmaydigan bir xil ro'yi tuvrik. E'tiqodi bor odam qayg'u hasratda qaysar va egilmas ruhga ega bo'la oladi. O'ngishliq va g'albaga erishgan vaqtlardami mag'rurlanib, akavrlashib ketmaydi. Qiyin va umidsiz vaziyatlarda futuhlarga va parlaq kelgusiga nazar tashlay oladi. E'tiqod degan insonlarning dunyo qarashi, kishilik turmush falsafasi va qimmat ko'z qarashini asos qilib shakllangan odamlarning tushunishini, hissiyotini, tuyg'usini, irodasini birlashtirgan bir butun ro'yi gavda. Mukammal shakllangan ro'yi holat. Cho'l bayovonlardimi uzilmaydigan ro'yi ozuq. G'oya degan e'tiqodning konkretlashtirilishi. E'tiqodsiz g'oya bo'lmaydi. G'oya e'tiqodning mulozimatchisi, itoat qilg'uvchisi va anglag'uvchisi. E'tiqod g'oyani harakatlantiradigan qo'zg'atquvchi, g'oyaning choqini peqirtadigan motor, g'oyani vagon qilib so'rab mangan paravuz. E'tiqod g'oyaning har bir qadamiga, o'zgarib taraqqiy qilishiga, amallashishiga yoki g'oyib bo'lishiga yo'l yo'riq beradi va yetakchilik qiladi. G'oya odam tarafidan bekitilgan bo'lib, kishilar o'zining shaxsiy turmushida yetishga orzu qiladigan hayotlik nishoni va kurash istiqbolini ko'rsatadi. E'tiqod muayyan tonish asosida tushuncha va ishonchiga bo'lgan qat'iy tavranmas ong, bu ongga bo'lgan samimiy qoyillik va qat'iy ijro qilish pozitsiyasi. Shuning uchun g'oya bilan e'tiqod o'xshash bo'lmagan ikki uqum. G'oya shaxs o'zining kelgusi taraqqiyot nishoniga bo'lgan o'y-xayollari bir odamning amalga oshirmoqchi bo'lgan, ammo amalga oshirg'ili bo'lishi notayin narsa. E'tiqod bir odamning ma'lum din yoki ideya sistemasiga o'zgarmas va hurmatga to'lgan psixikalik holati. E'tiqod hayotdan ustun turadigan, hammadan ustun turadigan, cho'qim ching turadigan ixlos va ishonch. Agar Uyg'urlar mustaqillikni bir e'tiqod yuksakligida hurmatlamay, aksicha salbiylashtirib g'oya qilib olsa, xalqning mustaqillik uchun elib borgan qaynoq hissiyotini, qinini qizitadigan hayojonini va yoshirin aql farosatini ilhomlantira olmaydi va parlatib chiqara olmaydi. E'tiqod qilib tiklanmagan mustaqillik harakati faqat bir pasib vagonga aylanadi. Esimizdan chiqib ketmasin. Xitoy turmusidagi azob oqibat qilayotgan Uyg'urlarning ro'yi kuchi g'oyadan emas, balki e'tiqoddan keladi. Fransiyalik yozuvchi va tarixchi Romain Roland shunday degan: odamning butun hayoti faqat bir parda e'tiqod dramasi. E'tiqod bo'lmasa, hayot darhol halok bo'ladi. Romainning bu so'zini shunday tushuntirsak bo'ladi. Mustaqillikni e'tiqod emas, g'oya deb qabul qilgan zaman g'oya o'zi halok bo'ladi. insonlarning qalbining eng cho'nqur yeridan o'rin olgan e'tiqodni
Fransiyalik faylasuf Jean Paul Sartre mundaq tasvirlagan. Dunyoda ikki xil narsa mangu o'zgarmaydi. Birisi bo'lsa osmondagi quyosh, oy va yulduzlar. Yana biri insonning qalbining cho'nqur qatlamlarida saqlangan e'tiqod. Angliyaning eng ulug' yozuvchilarining biri bo'lgan Samuel Johnson e'tiqodning rolini shundoq namoyon qilgan. Ulug' asarlar faqat kuch bilan emas, balki tavranmas e'tiqod bilan amalga oshadi. Xitoy Uyg'urlarning qalbiga sog'an mustaqil e'tiqodini har xil g'oyalarga burumlash orqali vayron qilishni zodi to'xtatmadi. Uyg'urlar o'ziga tava nodir hayotni asliga keltirmoqchi bo'lsa, cho'qim mustahkam e'tiqodi bilan qadam tashlash kerak. G'oya rangarang bo'ladi. Har bir Uyg'urning o'z oldiga bir g'oyasi bor. Masalan, cho'ng bir olim bo'lish, yo'g'on uyda o'ltirish, millionlagan dollar puli bo'lish, lotereyada utib olish, mashhur zot bo'lish, eng go'zal qiz bilan muhabbatlashish. Bularning hammasi g'oya doirasiga kiradi. E'tiqodga kirmaydi. G'oya bir xil shaxslashtirish xarakteriga ega individualizm. E'tiqod bo'lsa o'rtoqlashgan kollektivizm. Ba'zi faoliyatchilar g'oya bilan e'tiqodning o'ttirisiga tanglimi qo'yib olg'ashqa mustaqil harakatni zulmga qarshi harakatga aylantirilib boradi. Menmi Uyg'ur, mening otam qani, ocham qani, Uyg'urlarga kishilik huquq, erki qirg'inchilikni to'xtatish qatorliqlar g'oyaga kirdi. E'tiqodga kirmaydi. Shuning uchun bu faoliyatlar uzun o'tmay ojizlab ketadi. Diniy e'tiqodlarmi bir muqaddas kuchni izlab nurg'un turlarga ayrilgan. Masalan, islom, buddizm, xristian degandek. Diniy e'tiqod insonlarni umr bo'yi to'xtamay o'zini mukammallashtirish uchun tirishchanlik qilishga qamchi uradi. Biz e'tiqod qilgan islom dinimi bizning bir umr tirishchanlik ko'rsatib, mukammal musulmon bo'lishimizni shart qiladi. G'oya degan bir xil davrlik va bosqichlik nishon. Bir g'oya amalga oshgandan keyin yana bir texmi buyuk g'oyani bekitishga bo'ladi. G'oya bo'lsa ehtiyojga, talabga va davrga qarab tangshilib, tartibga selib, tizginlab mangadigan o'zgarishchan narsa. E'tiqod bo'lsa bir millatning oxirgi maqsadiga yetish uchun tuzilgan strategiya. G'oya bo'lsa shu strategiyaga yetish uchun qo'llaniladigan konkret usullar va planlar. E'tiqodsiz tuzilgan g'oya parovozi yo'q vagondek oldiga mangolmaydi. Uli mustahkam so'qilmagan sepildek ishtiribli qo'ysa o'rilib tushadi. Bu pluralizm dunyoda o'xshamagan ideyalarning qattiq urilish, so'qilish va zarba berishida g'oya har xil qiyofatga o'zgarib, hatto bu g'oyalarni yaratganlarni o'z taniyolmay qoladi. Lekin e'tiqod turoqliq turadi. E'tiqodsiz g'oya xuddi yuragi yo'q odamga o'xshaydi. Insonlar e'tiqodga bevosita hujum qilmaganda g'oyaga har xil tushuncha berish orqali e'tiqodni bulg'ashga, burmilashga va ojizlashtirishga tirishadi. Mustaqillikqa har xil tushuncha berish mana buning misolidir. Bir e'tiqodi kam yoki yo'q bo'lgan millat bu dunyoning qaynam iqimlarida so'qilib, qirg'oqqa tepib chiqarilib, qo'zg'ullarga yem bo'lib tugaydi. Mustaqillikni e'tiqod qilmagan millatning g'oyasi xuddi so'pinning ko'pigidek tusi qo'lga chiqmaydi va birni po'lab qo'ysa g'oyib bo'lib ketadi. Uyg'urlarni hozirgacha saqlab qolgan mustaqillik kuch bo'lsa, uning e'tiqodi, ya'ni mustaqillik e'tiqodi. Mustaqillik Uyg'ur e'tiqodining sepil uli, shoh tomiri va davomli so'qiyotgan yuragi. G'oya Uyg'urlarni birlikka akilanmaydi. Uyg'urlarni birlashtirib, ishonchi berib, umidsiz qilmay kelayotgan narsa bo'lsa, mustaqil degan e'tiqod. Uyg'urlar mustaqil degan e'tiqodni g'oyaga aylantirgan kuni, Uyg'urlarning qumga ko'milib, tarixdan yo'qolib ketishiga boshlagan kuni. Ba'zi Uyg'ur ziyolilari doim o'zining tangri emasligini unutib qoladi. Uyg'urlarning ba'zi ziyolilari bo'lsa, dunyo ishlarini bartaraf qilishni vazifa qilgan burish tuyg'usiga ega. Hamisha Uyg'urlarga e'tiqod qiladigan narsani tepib berishga intiladi. O'zining g'oyasini
Uyg'urlarga e'tiqod qilib tengishga aldiraydi. Bir ish esimizdan chiqib ketmasin. Mustaqillikni e'tiqodi g'oya qilmay, g'oyaga aylantirsak, vatanmi yo'qaydi, millatmi yo'qaydi, g'oyami yo'qaydi.